Jigar videoda o'tkazishga shoshilmang. Bu go'zallikdan bahramand bo'lishga o'zi ko'rishni o'zi ham o'zigacha bir zavq baxsh etadi. Xudo xolasa yaxshi niyat qilib qo'ygan holatda ushbu modellardan ham sizga ham uyingizga qo'yib berishlik nasib qilsin degan holatda xudo xolasa videomizni boshlaymiz. Bu modelimiz Panda deb nomlanadi. Originaldan ko'ra salgina farq qilgan holatda bu modelimiz Toshkentlarda o'zi 20 million so'm eng kamida sotiladigan modellarimiz. Turetskiy bilan deyarli birga bir qilib ishlangan holatda. Ushbu modelimizning narxini qiziq bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha kutadigan bo'lsangiz, ozgina vaqtingiz ketadi, lekin manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Ushbu modelimizni tummadan tumbish kilolar 285 joyda egallaydi. Balandligi 130 cm bosh tarafimiz. Matras hisobimiz 220 ga 170 cm qilib ishlangan. Yon taraflari ham materiallari bilan jihozlangan. Mana ko'rib qo'yishingiz mumkin. Tayda LED lampalari ham tushirilgan, xudo xolasa. O'zgacha ощущение berib turadi. Trimosiga keladigan bo'lsak, uzunligi 140 cm, balandligi 185 cm hisoblanadi. 100% davchik mexanizm hamda PVH kromga qilingan. Ichlariga ham mana bunaqa baxmal materiallar bilan qoplab qo'yilgan. Ushbu ta'bir etganimiz bo'lsa, bonus holatda qo'shib beriladi. Komplekt olgan mijozlarimiz uchun. Shkafini qisqacha obzor qiladigan bo'lsak, uzunligi 240 cm, balandligi 210 cm hisoblanadi. Ushbu komplektimizda olgan mijozlarimiz uchun ushbu chesterimiz ham bonus qilib beriladi. Ushbu chesterimiz o'zi donasi Toshkentlarda o'zimiz vodiyda ham eng kamida 1 million so'm eng kamida sotiladigan modelimiz.